O'zbekistonda yo'q texnikani bugun men sizlarga ko'rsataman. Bu lentali zavodskiy drabilkamiz kechagina Xitoydan zakaz asosida kirib keldi. Videoni boshidan like bosib kuzatib turing. Bu drabilkamiz вообще boshqa dunyo. Bu Xitoy zavodskoy lentali drabilkamiz bekordan bekorga boshqa dunyo deyilmadi. Videoni oxirigacha like bosib kuzatib turing. Barcha sabablari va afzalliklarini tushuntirib beraman. Xitoy zavodskoy yangi model 4 tonnalik drabilkamiz o'zida birontada lentalik drabilkalarda ko'rgansizlar zashtniklari bilan kelmaydi. Bu polni bezopasnost, remillari hamma tomoni zashtlik bilan qoplangan, old tomoni ham qalin materiallar bilan zashtlik bilan qoplangan drabilkamiz birinchi sababi. Ikkinchi sababi o'tgan Xitoy drabilkalarida splashnoy pichoqlari 6 ta bo'ladi. Drabilkamizda esa splashnoy pichoqlari pechatli yaltiroq pichoqlari 8 dona jihozlangan. Oldi tomonda chopib beruvchi pichoqlarni o'zi ahamiyat qilasalar 8 dona. Bunaqasi hali O'zbekistonga kelmagan. 6 dona pichoqlilardan juda ko'payib ketgan, lekin 8 dona pichoqlilari hali O'zbekiston tarixida bo'lmagan. Keyin orqa tomongi pichoqlariga o'tadigan bo'lsak, o'zida segmentlari, malatoklari hamda otib beruvchi отдельный pichoqlar bilan jihozlangan hamda o'zida skorslari ham chiroyli neobishniy qilib yongi tomonda joylashgan. Bu drabilkamiz Turkiya va Germaniya texnologiyalari asosida yasalgan drabilkamiz bo'ladi. Xitoy zavodskoy drabilkamiz bu ko'pchilik bizdan so'raydi, eng ko'p so'raladigan savol don maydalaydimi deydigan savol tushadi bizga. Bu drabilkamiz don mahsulotlarini maydalamaydi, ho'l quruq poyalar va hashaklar uchun. Barcha turdagi poya va hashaklarni qopda sotib oladigan silosingiz kabi, ya'ni Jaguar kabi qilib chiqarib beradi. Ho'l quruqni bir xil tanlamay orqa tomonda pichoqlari bilan ikkita og'izdan chiqarib beradi. Ko'rishingiz mumkin. Xitoy zavodskoy drabilkamizni motor birkalariga keladigan bo'lsak, motor birkalari o'ziga 4 kilovatli motor yozilgan, lekin aslida pastdagi motorning quvvati 6,5 kilovat 3000 obrotli motor turibdi. 4 kilovatli motor bilan soatiga 4 tonnagacha hashay mahsulotlarini, silos mahsulotlarini, poya mahsulotlarini maydalab beradi. Lekin 6,5 kilovatli motor bilan undan ham oshiq ob'yomga erishishingiz mumkin. Xitoy yozuvlari bilan turgan toza zavodskoy drabilkamiz Turkiya va Germaniya texnologiyalari asosida ishlangan bo'lib, qopqoqlari splashnoy ochiladigan, oldi qator pichoqlari 8 tadan va orqa qatorda segment, malatok aralash gayka bo'lib olingan pichoqlar bilan jihozlangan drabilkamiz O'zbekistonda yagona bo'lib turgan bir paytda biz o'ta suv tekin narxlarda qo'yib beramiz. Videoni oxirigacha kuzatib turing. Narxi va ma'lumotlarni to'liq aytib boraman. Bu drabilkamizni razmerlariga keladigan bo'lsak, seli uzunligini ko'rishingiz mumkin. 1,77 chiqotdi. Bu drabilkamizning seli uzunligi 1,77 uzunlikka ega bo'ladi. 8 qatorli pichoqlarning uzunligini ham o'lchab ko'rsatamiz. 8 qatorli pichoqlarning uzunligi 23 sm ga to'g'ri kelyapti. Bir tomon lentasining uzunligi esa 70 sm. Bu degani pastki tomon yonbosh tomonlari bilan qo'shganda lentasining uzunligini o'zi 2 metrga yaqin chiqyapti va bu drabilkamizda lentasini yon qismidan uzunligi 23 sm ga to'g'ri kelyapti. Xitoy zavodskoy yangi kelgan lentali drabilkamiz 23 sm splashnoy pechatli yaltiroq pichoq bilan jihozlangan. Bu drabilkamizda oldingilarida esinglarda bo'lsa 6 dona bo'lardi. Hozirgisida 8 dona splashnoy pichoq bilan va orqa tomonida pichoqlari original quyma shneklari bilan jihozlangan drabilkamiz. Bu lentalik Xitoy zavodskoy 8 qatorli pichoqli drabilkamizdan, katta drabilkamizdan atiga sotuvda 5 dona qoldi. Hoziroq zakaz berish uchun kommentga plus belgisini qoldiring yoki mana shu ekrandagi raqamlarga murojaat qiling. Shaxsan o'zim aloqaga chiqaman.